Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiklal kündülük haberlerini görüşüne kızgın karşılamız. Ben Erşidin Ediqot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibiga alakadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Qanadıqtınlar ekranımızı bolsun. Amerika parlament a'zolari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga aloqador qonun loyihasi sundi. Amerikaning ikki palatasidagi ikki partiyaga mansub bir turkum parlament a'zolari 2025-yillik Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi javobgarligi va jazolash qonun loyihasini sungan bo'lib, qonun loyihasida Amerika hukumatining Uyg'ur inson haqlari siyosatiga munosabatli jazolash tadbirlarini texmo kengaytirishi talab qilingan. Amerika ovozining bu haqdagi xabarida qayd qilinishicha, 31-iyul Amerika Xitoy Kompartiyasi Strategik raqobat komitetining raisi Avam palata a'zosi Jon Molinar, parlamentning Xitoy ishlari ijroiya komiteti raisi Kengash palata a'zosi Dan Sullivan va mazkur komitetning o'rtaq raisi Avam palata a'zosi Chris Simiz birlikda bu qonun loyihasini sungan. Bu loyiha yana bir turkum parlament a'zolarining qo'llashiga erishgan. Mazkur qonun loyihasida Uyg'ur inson haqlari siyosati qonuniga asosan navbatda ijro qilinayotgan jazo tadbirlarini kengaytirish, majburiy tug'mas qilish va nupus kontrol qilishga chetishliq shaxslarga viza cheklamasi qo'yish, Xitoyning tutqun qilishiga va qiyin qistoqlarga uchirgan, hozir qutulib chet elda yashayotgan Uyg'urlar va qozoqlarga davolanish, psixologik maslahat berish, Amerika hukumati Uyg'ur majburiy amgikiga bostirishga chetishliq shirkat organlardan mahsulot setib olmaslik, Xitoy rejimining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini inkor qilishdek soxta tashviqot va yolg'on uchurlarini fosh qilish, bostirishga aloqador tekshirish, arxivlashtirish xizmatlarini qo'llash qatorliq mazmunlarni o'z ichiga oladi ekan. Jon Molinar bir bayonotida Xitoy Kommunist partiyasining Uyg'urlarga qarata yurgizgan irqiy qirg'inchiligi davrimizdagi eng og'ir inson haqlari vahshiyliklaridan biri degan. Dan Sullivan mo isbotlar aniq. Xitoy Kompartiyasi maqsadli va planli holda bir harakat boshlab, majburiy tug'u cheklash, keng ko'lamli tutqun qilish va majburiy emgak orqali Uyg'ur xalqini vayron qildi degan. Chris Simiz mo irqiy qirg'inchilik tarixi xotira emas, balki navbatda ko'z oldimizda yuz beryotidi. Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur xalqini va ularning madaniyatini yo'qotishda qo'llangan vahshiyona vositalari hozirgi zamon tarixidagi eng qabih inson haqlari dafsanchiligidan biri hisoblandi deb ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi javobgarligi va jazolash qonun loyihasi ilgari keyin bo'lib, 2023-yili va 2024-yili parlamentga sunilgan. Ammo hech qaysi qonun turg'izish bosqichiga kirolmagan. Sharqiy Turkiston Maarif harakati yangi rahbarlik qatlamini saylab chiqdi. Sharqiy Turkiston Maarif harakati Shura hay'atining chaqiriqi va Maarif harakatining Turkiya ichi sirtidagi 50 dan ortiq vakilning ishtirok qilishi bilan 29-30 iyul kunlari Istanbulda 2 kunlik istishora yig'ini ochildi. Yig'inda Maarif harakatining nizomnomasi ko'zdan kechirilib, tashkiliy qurilmasi qaytadan ratlab chiqildi. Harakatning eng oliy organi bo'lgan 11 kishilik shura hay'ati erkin saylam orqali qayta tanlandi. Yig'inda harakatning qo'lliq a'zolarining fikr takliflari asosida navbatdagi Sharqiy Turkiston da'vosi taqozo qilayotgan masalalar muzokara qilindi. Shundaqla Sharqiy Turkiston Maarif harakatining qimmat qarashlari, prinsiplari va yo'l xaritasi qaytadan ko'zdan kechirilish orqali ma'qullandi. Yig'inda yana Sharqiy Turkiston da'vosining taqozosi va navbatdagi krizislarni hal qilish uchun bir qism jiddiy qarorlar ma'qullandi. Taraf Ukraina urushini to'xtatish uchun Rossiyaga alohida elchi avatmoqchi. Amerika prezidenti Donald Trump alohida elchi Steve Witkoffning embargo muddati to'shishdan burun Rossiyani ziyorat qilganligini aytish bilan birga, Moskvaga Ukraina urushini oxirlashtirish uchun besim kuchayotgan bir paytda ikki yadrolik suvosti paraxotining o'rinlashtirilganligini dalilladi. Taraf yakshanba kuni muxbirlarga qilgan so'zida Rossiyaning sobiq prezidenti Dmitry Medvedev bilan to'rda ilib berilgan bir munozaradan keyin rayonga 2 yadrolik suvosti paraxoti avatganligini aytdi.
Bu yadro tahdidi Trampning Rossiyaga Ukraina urushini oxirlashtirish uchun qadam bosish yoki yangi embargolarga duch kelish uchun kelar haftaning oxirigacha vaqt bergan bir paytda to'g'ri keldi. Tramp alohida elchi Cumhuriyetçiler Partiyasining rahbari Steve Witkoffning ziyorati haqida to'xtalib, meningcha kelar hafta chorshanba yoki payshanba kuni deganlarni bildirdi. Tramp ilgari yangi tadbirlarning Xitoy va Hindistonga o'xshash Rossiyaning qolgan savdo sheriklarini nishon qilgan ikkilamchi bajdor bo'lishi mumkinligini aytgan edi. Rossiya Amerikadan kelgan bisimga qaramay Ukrainaga qaratgan hujumlarini davomlashtirayotgan bo'lib, Putin juma kundagi so'zida tinchlikni xohlaydiganligini, ammo taxminan 3,5 yildan buyon davomlashayotgan to'qinishni oxirlashtirish uchun talabining o'zgarmaganligini bildirdi. Rossiya Ukrainaning NATOga qo'shilish nishondan voz kechishini va Rossiya o'ziga qo'shib olganligini ilgari surgan 4 rayonning kontrolligini topshirib berishini ko'p qitim talab qilgan edi. Ukraina bo'lsa bu talablarni qabul qilg'ili bo'lmaydi degan edi. Iran urushdan keyin yangi davlat mudofaa kengashi qurdi. İran Memleketlik Oliy Bexatarlik Kengashi bosh kotibotligi yangidan qurilgan davlat mudofaa organining davlatning mudofaa planlariga qaytadan qarab chiqib, qurolli qismlarining harakat qilish iqtidorini yanada kuchaytirganligini e'lon qildi. İran davlat taratqullarining xabarlariga asoslanganda, İranning yuqori darajalik bexatarlik organi 6-oyda Isroiliya bilan yuz bergan va Iran uchun 1980-yillardagi Iroq urushidan buyonqi eng og'ir harbiy xiris hisoblanadigan qisqa muddatlik to'qinishdan keyin davlat mudofaa kengashining qurilishini tasdiqlagan. Davlat taratqullarining yakshanba kunidagi bayonotiga asoslanganda, İran Memleketlik Oliy Bexatarlik Kengashi bosh kotibotligi yangi mudofaa organi davlatning mudofaa planlarini qayta ko'zdan kechirib, İran qurolli qismlarining harakat iqtidorini markazlik holda oshirdi degan. Mudofaa kengashi İran prezidenti Mas'ud Pezeshkiyanning riyosatchiligida yuqori darajalik amaldorlar, har qaysi qismlarining qo'mondonlari va aloqador ministrliklarining mas'ullaridan tashkillangan. İran bosh shtab boshlig'i yakshanba kuni bayonot berib, Isroiliyadan kelayotgan tahdidlarning davomlashayotganligini, bu tahdidlarga sal qarashga bo'lmaydiganligini ta'kidlagan. Isroiliya 13-iyun Ironga qarata sababsiz hujumlarni qo'zg'ab, qisqa muddatlik to'qinishni boshlagan edi. İran bo'lsa Isroiliyaga 3 ilish xarakterlik hujumlari bilan javob qaytargan. Amerika e'lon qilgan urush to'xtatish 24-iyundan buyon ijro qilinmoqda. Hürmetli ko'rurmanlar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Ertadagi programmada ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Allohga omonat.